Bas qo'yib mavzuni. O'quvchilar, bugungi mavzumiz silindr. Xo'p, silindr mavzusi bilan tanishamiz, ha? Geometrik fazoviy shakllarda silindr mavzusi biz bundan oldin o'tganimiz kub, paralleliped, prizma, to'g'rimi? Va piramida mavzulari bilan tanishdik. Bugungi mavzumiz silindr. Silindr qanaqa shakl ekanligini tasavvur qilishimiz uchun mana bu diskni buklashimiz yetarli bo'ladi. Disk buklanganda, qayerliganda bu qanday shaklga kiradi? Silindr shakliga kiradi. Demak, buni ustki asosi va ostki asosi bor. Ular nimalardan iborat bo'ladi? Doiralardan, to'g'rimi? Ostki asosi va ustki asosi teng bo'ladi, doiralardan iborat bo'ladi. Agar biz buni yoyib yuboradigan bo'lsak, qanday shaklga keladi? To'g'ri to'rtburchak shaklga keladi. Mana shu to'g'ri to'rtburchak shakl silindrning qayeri? Yon sirti desak to'g'ri bo'ladimi? Yon sirtini topishda mana shu to'g'ri to'rtburchak shaklni yuzini topishga foydalanamiz. Demak, bu silindr. Yoyib yuboradigan bo'lsak, bu uni yon sirti bo'lib qoladi. Hozir buni ko'ramiz alohida. Demak, silindr mana shu ko'rinishdagi fazoviy shakl silindr deyiladi. Xo'p, buning balandligi h bo'lsin. Asosi doiradan iborat bo'ladi degan. Asosidagi doiraning radiusi r bo'lsa, demak yuqoridagi doiraning ham radiusi nima bo'ladi? R bo'ladi. Asosining yuzi nima bo'ladi? Asosining yuzi, doiraning yuzi nima edi? I r kvadrat, to'g'rimi? Yuqoridagi asosining yuzi ham pi r kvadrat bo'ladi. Endi asosiy yuzlar pi r kvadrat, yon sirti nima bo'ladi dedik? To'g'ri to'rtburchak bo'ladi. Xo'p, yon sirti to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lsa, mana bu h bo'lsa, bu yerda nima bo'ladi? H bo'ladi. Mana bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda aylananing uzunligi, aylananing uzunligi. Aylananing uzunligi formulasi 2πr. L teng 2πr. To'g'rimi? Yon sirtining yuzini topmoqchi bo'lsak, shuni nima qilamiz? S yon teng ikkalasi ko'paytiramiz. 2πr h. Yon sirtini topdik, asoslarini bilamiz. Pi r kvadratdan 2 ta bor. To'la sirtini topingizni nima qilamiz endi? Ikkita s asosga s yonni qo'shib qo'yamiz. To'g'rimi? Shunda s to'la nima bo'ladi? Ikkita s asos, ikkita pi r kvadrat, to'g'rimi? S yonchi 2πr h. Ikkalasidan nima bor? 2πr bor. Chiqarib yuborsak o'zimizga qulayroq bo'ladi. 2πr ni chiqarib yuborsak r plus h. Demak, bizga silindrning to'la sirtini topishimiz uchun nima kerak? Uning radiusi va uning balandligi kerak. Tushunarlimi? Asosiy yuzini bildik, yon sirtini bildik. Yon sirtni o'zini so'rasa bu formuladan foydalanamiz. To'la sirtini ham bildik. Endi bizda shunaqa masalalar keladi. Uning balandligi emas, uning yon sirti kvadratdan iborat bo'lib qoladi desa nima bo'ladi? H bilan 2πr bir-biriga teng bo'lib qoladi. Yoki bunda diagonal kesim yuzi desak qanday bo'ladi? Erdan kesim. Nima? Erdan kesim. O'sha erdan kesamizda shuni nimadir degan esimdan chiqib qoldi. Qaranglar, diametr mana bu, to'g'rimi? Markazdan o'tuvchi mador diametr edi. Shundaymi? Mana shunaqasi kessak, ya'ni yuqoridan turib teng ikki bo'lakka bo'lsak, mana bu yerda yuza hosil bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu yer diametr, bu balandlik. O'sha yuzani chizaman. Xo'sh, mana shu yuza d nimaga teng edi? 2r ga teng edi, bu h. Mana bu yer ham d. Bu yer ham h. Bizdan diagonalni so'raydi. Mana shuni diagonal kesim yuzi deyishimiz noto'g'ri edi. Masalamiz bor edi, masalamiz. Xo'sh. Silindr o'q kesimi ekan, 3-masalada. Silindr o'q kesimi deyiladi. Qaranglar. Silindrning o'qi qayerda edi? Uning markazi, ya'ni asoslari, markazlarini tutashtiruvchi kesma. Balandlikka tengmi? Mana shu silindrning o'q kesimi deyiladi. O'rtasida o'q kesimi. O'q kesimi yuzi desa, biz hozirgi kesgan yuzamiz hosil bo'ladi. O'q kesimi yuzi demak to'rtburchakdan iborat bo'ladi. O'q kesimi yuzining diagonal desa, mana bu diagonal nazarda tutiladi.
bu diagonaldan asosi orasidagi burchak desa, mana bu burchak. Bu yer 90 gradus. Diagonal va balandlik orasidagi burchak desa, yo bu burchak, yo bu burchak nazarda tutiladi. Bularni so'raydigan bo'lsa, biz nimalar ishlatsak bo'ladi? Sinus, kosinus, tangens, kotangeslarni hammasini qo'llasak bo'ladi. Bu silindr o'q kesimining diagonali, o'q kesimi. Endi hajmni qanday topamiz? Hajmni topishning umumiy formulasi qanday edi? S ko'paytirilgan h. Demak, silindrga ham shu formula ishlaydi. S ko'paytirilgan h, ya'ni asosining yuzini balandligiga ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Asosining yuzi nimadan iborat? Doiradan iborat bo'lgan shu pi kvadrat ko'paytirilgan h. Demak, bu silindrning hajmi. Uzuncha murakkab mavzu emas. Demak, yana nima so'ralishi mumkin bizdan? Bu silindrni kesish so'ralishi mumkin. Qarang. Silindr shakli qanaqadir alfa burchagi ostida kessak. Tasavvur qildinglarmi? Qanaqadir alfa burchagi ostida uning bir qismini kesib oldik. Misol uchun masalamiz bor. Mana shu to'rt shaklda bo'ladigan bo'lsa, buni nechidir gradusini qirqib olsak, misol uchun 60 gradusini qirqib olsak, o'sha qirqib olingan hajm, qirqib olingan bo'lakning to'la sirti so'ralishi mumkin bizga. Sizlardan to'la sirti so'ralyapti, demak demo variantda. Mana shu qirqib olingan bo'lakni hozir mana bu yerda yuzini qanday topamiz? Mana bu yuzi, bu nima? Bu nima o'zi? Sektor, to'g'rimi? Sektor, sektorning yuzini topish formulasini bilamiz, a? Qanday edi sektorning yuzini topish formulasi? To'g'ri. 1/2 alfa r kvadrat, to'g'rimi? Demak, alfa demak radiandagi qiymati bo'lishi kerak. Xo'p, demak bu yuzani topdik. Ya'ni bu yuzani balandlikka ko'paytiradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? O'sha bo'lakning hajmi, ya'ni sektorning hajmi desak bo'ladi. O'sha kesib olingan bo'lagimizning hajmi. S ko'paytirilgan h. Bu muammo. Nima ekanligini tushundikmi? Yoki hajmni, umumiy hajmni topib turib, o'sha necha gradus o'sha doiraning yuzini qancha qism tashkil qiladi deb, hajmni ham shuncha qism tashkil qiladi desak bo'ladi. Misol uchun, umumiy hajm, silindrning hajmi 120 chiqdi. 120 chiqdi. Mana bu kesib olingan bo'lagimiz 60 gradus bo'lakni kesib oldik. Shu kesib olingan bo'lak qancha ekanligini yoki qolgan bo'lak qancha ekanligini topishimiz uchun nima qilamiz? Xo'p, shu 120 deganimiz silindrning hajmi, to'g'rimi? To'g'ri, 6 ga bo'lamiz. Nega 6 ga bo'lamiz? Chunki 60 gradus bo'lakni kesib olsak, xo'p, shu 360 gradus-ku, to'g'rimi? 360 gradusning 60 gradus qancha qism tashkil qiladi? 6dan 1 qism. Demak, hajmining ham 6dan 1 qism tashkil qiladi deb kesib olingan bo'lakni topish uchun 120 ni 6 ga bo'lib 1 ga qo'yamiz, ko'paytirib qo'yishimiz yetarli bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Yoki teskarisini bersa, kesib olingan bo'lak bor, umumiy katta hajmni topish so'ralsa yoki qolganini topish so'ralsa ham mana shuni shu amallardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi qo'limizdagi misolda birinchi misolda nimani so'rayapti? Silindrning balandligi asos radiusi 3 marta katta. Silindr hajmi qanchaga teng? 192 ga teng bo'lsa, nima deyapti? Demak, silindr chizamiz. Uning balandligi asos radiusidan necha marta katta? 3 marta katta. Radiusni r desak, h nimaga teng bo'ladi? 3 r ga. To'g'rimi? Hajmi nimaga teng deyapti? 192 pi ga teng deyapti. Hop, biz nima topishimiz kerak ekan? Balandligini topishimiz kerak. Balandligini qanday topamiz? Demak, hajm topish formulasini yozib olamiz. V teng nima edi? Pi r kvadrat ko'paytirgan h midi? H ni o'rniga nima qo'yib olamiz? 3r. Shuni buni ko'paytirsak nima bo'ladi? 3r kub. To'g'rimi? V ni o'rniga nima qo'yamiz? 192 pi teng. Pi ko'paytirgan 3r kubmi? Pilar qisqarib ketadi. 3 bu tomonga, chap tomonga bo'lish bu o'tadigan bo'lsa, 192 ni 3 ga bo'lsak, necha?
64. 64 nimaning kubi? 4ning kubi. Shundaymi? 64 4ning kubi. Demak, radiusni topdik. Balandligimiz nimaga teng bo'ladi? 12 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Ikkinchisi. Ikkinchisida ma'lumotlar bor, o'zlaringiz esa uchinchisiga bitta e'tibor beringlar. Silindr o'q kesimi ABC'da to'g'ri to'rtburchakdan iborat. B'da diagonal, to'g'rimi? Silindr asosi aylanasida E nuqta olingan. Agar BE 6 ga, BD 13 ga teng bo'lsa, EDning uzunligi toping. Tasavvur qila olasizmi? Demak, silindr o'q kesimi ABC'da to'g'ri to'rtburchakdan iborat. Mana o'q kesimi, to'g'rimi? A B C D to'g'ri to'rtburchakdan iborat. Silindr BD diagonal ekan, silindr asosi aylanasida E nuqta olingan. Silindrning asosi aylanasi. Demak, mana bu asosiy aylanada ixtiyoriy nuqtada E olingan. Mana buni E desak, BE 6 ga teng, ya'ni B dan D gacha 6, B dan D gacha 13. To'g'rimi? E'ning uzunligini toping. Xo'p, qanday topamiz? E'da mana. Ya 13 mi? So'zlamaga Pifagorga tushmaydi mi? Mana bu 6 mi? 160. Ha, so'z. Xo'p, Pifagorga tushmaydi bu. To'g'ridan to'g'ri tushmaydi. Nima uchun 90 gradus qayerda 90 gradus ekanini bilmaymiz. Tushishi ham mumkin, uni tushishini ko'rsatishimiz kerak. Xo'p, hozir mana bunday qilamiz. AD diametr deya olamizmi ADni? Ha, so'z. AD diametr, chunki o'q kesim va markazda chizma hozirroq boshlamay qo'ygan. Demak, AD diametr. Endi diametrga tiralgan har qanday burchak 90 gradus bo'lar edi. Bu yerda qaranglar. Shunda mana bu hmi? H. A dan D gachachi D deydigan. A dan D gacha D. Xo'sh. Endi bu yerda sal belgilash ko'payadi. Mana bu yerni x desak, bu yerni y desak bo'ladimi? Biz nimani topishimiz kerak? Y topishimiz kerak. To'g'rimi? Shundaymi? Endi qaranglar. Mana bu x bilan y bir-biriga perpendikulyar bo'ladi. Nega? Sababi mana bu AD bo'lib turibdi. AD, to'g'rimi? Mana bu yerda E bo'lib turibdi. Mana bu y x. Mana shuni ko'rishib. Diametrga tiralgan har qanday burchak 90 gradus bo'ladi. Demak, mana bu necha gradus? 90 gradus. Shunda mana bu yerga x kvadrat plus y kvadrat teng d kvadrat desak bo'ladimi? Biz y topishimiz kerak. Bu shunday turib turadi. Endi mana bunga Pifagor qilamiz. H kvadrat plus x kvadrat nimaga teng? 6ning kvadrati. To'g'rimi? H kvadrat plus x kvadrat teng 6ning kvadrati. H kvadrat plus d kvadrat nimaga teng? 13ning kvadrati. Pastdan tepani ayirib olsak nima bo'ladi? H kvadrat minus d kvadrat. D kvadrat minus x kvadrat. Pastdan tepani 13ning kvadrati ayirgan 6ning kvadrati. To'g'rimi? 33. Mana bu x kvadrat nari tomonga o'tkazib olsak, y kvadrat ham nimaga teng bo'ladi? D kvadrat minus x kvadrat kami? Mana bu x kvadrat bu yoqqa bo'lsa d kvadrat minus x kvadrat. Demak, d kvadrat minus x kvadrat mana bunga teng. Bu esa 169 ayrilgan 36 y kvadrat teng 169 ayrilgan 36. 169 necha? 133. 133 dan nimadir chiqadimi? Yo'q. Qilsasi 133 mi? To'g'rimi shunday? Yo'q, qilsa to'g'ri. Tushundinglarmi? Lekin bu nimaga to'g'ri kelyapti? To'g'ridan to'g'ri Pifagorda. Mana bu yer 90 bo'lish kerak. 90 bo'lar ekan, 90 bo'lishini tushunishimiz kerak. Diametrda o'tirish burchak dedik-a, lekin buni asoslay olmaymiz hozir 90ligini. Endi y topdik, y topganimizdan keyin buning kvadrati qo'shsak 13ning kvadratiga teng, to'g'ri 90. Lekin y ni bilmasimizdan oldin buni 90 ekanligini ayta olmas edik. Shuning uchun unday emas, hozirgi mana buni ishlagan usulda tushunib qo'yaverasizlar.
Keyingi masalalarga ham e'tibor berasizlar. Bu yerda keyingi masalalar uncha murakkab emas, o'zlaring ishlaysizlar. Menga BSB demodagi mana shu mavzuga doir bitta misol bor. Ikkinchisi Mana 4-chi asos o'rinchisi. To'rtinchisi. Asos radius 8 santimetrdir, balandligi 4 santimetrdir. Aha. Demak, buni Nardasi yozilsa tursin. narxni ko'rmay qoladimi? yangi varaqni Yangilar ochamiz bo'lmasa, yangilar qanday Yangi. Demak, bu turib turadi, keyin o'qiymiz. Xo'p. Demak, nechinchi masalamiz? 4-chi masalamiz. Demak, kimnidir tug'ilgan kunida, to'g'rimi? Asos radiusi 8 sm, balandligi 4 sm bo'lgan silindr shaklidagi tug'ilgan kun tortidan rasmda ko'rsatilgandek bir bo'lak kesildi. Tushunaymi? Kesilgan bo'lakning to'la sirti 24 pi plus 64 bo'lsa, AOB ning gradus o'lchovini toping. Xo'p, men faqat kesilgan bo'lakni chizaman. Bu yerda qolgan bo'lak chizilgan, to'g'rimi? Tushunaymi? Kesib olingan bo'lakni rasm chizamiz. Kesib olingan bo'lak qanday bo'ladi? Tasavvur qilinglarmi? Bu nima bu? O'sha kesib olingan 4 bo'lagi. Tushunaymi? Endi mana bu burchak alfani bizdan nima qilyapti? Topish so'ralyapti. Bu alfa. Pastdagi burchak alfa. Endi to'la sirti deganda mana shu yerda nechta yuzani qo'shishimiz kerak? Qanday ikkita? Asosi, pastda asosi bor-ku. Asosida bitta, Yo'nalishi bitta, to'g'rimi? Xo'p, kelgan asosimizni hech topib olaylik. To'la sirti nimaga tengyapti masalada? 24 pi plus 24 pi plus 64. Demak, mana shu bo'lakning to'la sirti degani hamma tomondagi yuzalar yig'indisi 24 pi plus 64 ga teng. Biz buni o'sha necha gradus o'lchovidagi bo'lak kesib olinganini topamiz, qolganini ham topishga harakat qilamiz. Demak, balandligi nechiga teng? 4 ga. Asosichi 8 ga. To'g'rimi? Asosi nimadan iborat? Asoslari sektor bu. Sektor. Sektor yuzi qanday topiladi? Yer 1/2 r kvadrat. R nimaga teng? 8 ga teng, to'g'rimi? 8 ning kvadrati 64. 64 2 ga bo'lsa nima bo'ladi? 32. S sektor deb qo'ydim, bu asosi. Asos deb qo'ysak ham bo'lar ekan. Nima bo'lar ekan? 32 ta alfami? Demak, 32 ta alfa bu asosi, to'g'rimi? Tepada ham nima bor? 32 ta alfa. Shunda ikkita S asos nimaga teng? 64 ta alfaga teng. Endi tepa bilan pastni qo'shdik. Endi yonida nechta yuza bor? 2ta. 3ta. Krem tomon Orqasiga boradi. To'g'rimi? Bu tomonni qarab. Orqasi Xamir tomoni, non tomoni. Xo'p, mana bu tomon yuzi qanaqa shakl? To'g'ri burchak, to'g'rimi? 32 bo'ladi mana bu yer. Bu yoq ham shunga teng bo'ladi. 32. Demak, S1 plus S2 deb qo'yaylik. Ikkalasi teng-ku. 64 bo'ladi, to'g'rimi? Endi bitta nima qolyapti? Aylanani orqa tarafi. O'sha tomonni topish qiziq. Xo'p, o'sha tomoni qanday shakl? Mana bunday o'stiribdi, orqa tomoni mana shunday o'stiribdi. Buni ham bunday yoysak nima bo'ladi? To'g'ri 4 burchak. Mana bu yer nimaga teng? 4 ga teng. Balandlikka teng. Mana bu yer nimaga teng? Yoy uzunligiga teng. To'g'ri. Mana bu yer L1 desak, L1 ni yoy uzunligini topish uchun R alfa edi, to'g'rimi? R nimaga teng? 8 ga 8. Demak, L1 nimaga teng? 8 ta alfami? 8 ta alfa balandligi esa 4 ga teng. Eski ishlasak 8 ta alfaga 4 ko'paytirsa 32 alfami? Endi uchalasini nima qilamiz? Qo'shamiz. Mana bularni qo'shsak to'lasi chiqadi. 32 ga 64. 96 ta alfa qo'shilgan 64 teng 24 pi qo'shilgan 64. 64 ni 64 nima qiladi? 96 dan tomon nima bo'ladi? Bo'lish. Alfa teng 24 pi taqsim 96. To'g'rimi? Alfa o'zi qoladi. 24 bilan 96 qisqaradi. 4.
To'g'rimi? 1/4 bo'lsa, pi taqsim 4 bo'ladimi? Pi taqsim 4 degan necha gradus? 45 gradus. Demak, o'sha bo'lakni 45 gradusga kesib olindi. To'g'rimi? Mabodo hajmini so'ralsa, endi topa olamizmi? Qanchadir hajm so'rasa. Endi katta bo'lakni hajmini so'ralsa, topa olamizmi? Katta bo'lakni hajmi buning hajmidan necha marta katta? 4 marta. O'zi 360 gradus bo'lsa, 360 gradus bo'lsa, uni 45 dan bo'lsak 8 ta chiqadi. To'g'rimi? 8 ta chiqadi. Bittasi ketgan bo'lsa, qolgani bundan 7 marta katta bo'ladi. Общий bo'lak esa 8 marta katta. Tushunarlimi? Endi misol bo'lsa 45 gradusdan qilib kelsak, nechta odamga yetadi desa. Tushunarli-a? Demak, qolgan misollar o'zlari ishlaysa, bugungi mavzumiz qisqacha shundan iborat. Thank you. Davlat, bosganmiz.